Toshkent shahrida xususiy bog'chada tarbiyachi 2 yoshlik bolani uxlamagani uchun urib o'ldirgan. Bu narsa sizga oddiy holda eshitilishi mumkin, chunki bunaqa yangiliklar har kuni bo'lmasa-da kunora kelib chiqadi, lekin bu juda ham achinarli holat. Bu voqea o'tgan yilning 11-dekabridan boshlangan. Ya'ni 2 yoshli Zubayr degan bolani otasi bog'chaga tashlab ketadi. Tixiy chas, ya'ni uxlaydigan payt kelganda Zubayr yig'lashni boshlaydi va bu narsa tarbiyachiga yoqmaydi. Bola yotgisi kelmasdan eshikning yoniga turib yig'lashni boshlaydi. Va mana shu payt tarbiyachi uni 3 marta tepadi. Bor kuchi bilan. 3-marta tepganida bola devorga qarab otiladi. Va bolani yerdan olib tarbiyachi kravatga otadi, uxlaysan deb. Lekin bola bundan yana ham qattiq qo'rqqandan yana turib eshikning yoniga qochib ketadi. Mana shu payt bog'chaning metodisti kirib keladi. Bolani uxlamaganini ko'rgandan keyin bolani ko'tarib ikkinchi etajdan tashlab yuboraman. O'ldiraman, uxlamasin deb yana kravatga otadi. Bola uxlamagandan keyin og'ziga pastelni tiqishadi. Tasavvur qilyapsizmi? 2 yoshli bolani og'zi yopilishi uchun og'ziga pastelni tiqib qo'yishadi. Va mana shu holat 3 kun davomida qaytariladi. 3-kuni bolani yerga qattiq otib yuborishganda bola hushini yo'qotadi. Shu bilan reanimatsiyaga tushadi. Reanimatsiyada bir necha kundan keyin o'ladi. Mana shu yerda hozir kulminatsion momentga kelamiz. Bolani o'ldirgan tarbiyachiga 6 yil qamoq jazosi berilgan. Qonun bo'yicha bunaqa jinoyatlarga 8 yildan boshlab beriladi. 6 yil tarbiyachiga, metodistga 3 yil uslovni berilgan. Qanaqa bunga jim turish mumkin? Faqatgina bitta bloger bu haqda gapirgan. Nimaga hamma jim turibdi? Tasavvur qilinglar, ana shu 2 yoshli bolani o'rnida sizni farzandingiz bo'lib qolsa, meni bolam bor 1,5 yoshlik. Men tasavvur qilgani hatto qo'rqaman. Mana shu tarbiyachi bilan metodist shunaqangi yengil jazo bilan qutulib qolishsa, ertaga boshqalar ham bu narsani qaytaradi. Ertaga boshqalarning farzandi o'lim yoqasiga borishi mumkin. Iltimos qilaman, mana shu videoni repost qilinglar. Bu narsani aglaska qilishimiz shart deb o'ylayman.